Golden Rose kosmetikasi bilan bo'yanamiz. Boshida Nature Republic kremi bilan yuzimizni uvlajnitga yuboramiz. Gel va kremoобразный ga o'xshar ekan. Gel bo'lib gel emas, krem bo'lib krem emas. Sostavida shea butter bor ekan, uvlajnit qilar ekan juda ham. Shunda SPF bo'lsa, voshe idealniy bo'lardi. Golden Rose'dan tonalkam yo'q, lekin mana bunaqa konsiler bor. Ko'zimni tagida ko'rayotganingizdek qora halqalar bor. Golden Rose'dan tonalkam yo'q bo'lgani uchun shu konsilerni o'zini kerakli joylariga surib chiqaman. MAC kistichkasi bilan распределяем. Остаткalarini bo'ynimizdan tortib pastga tushirib olamiz. Qizlar konsilercha mana ko'zimizni tagi bilan surmaymiz-da. Mana ko'rasizlar, mana mashtlariga sursanglar bo'ldi, yetadi. Konsiler o'zi butun yuzimga yetib bordi, lekin juda ham oqarib ketdi. Uni ham hozir bronzerlar bilan, rumyanalar bilan to'g'rilayveramiz. Oppoqligini to'g'rilash uchun Golden Rose bitta zo'r stiki bor. Golden Rose mana bunaqa zo'r stiki bor. Mana Kika Milano stikimga o'xshaydigan. Bu faqat menda skulptor, a bu bronzer. Mana bu bronzer, bu skulptor. Agar mana shunaqa stikda bronzer yoki skulptor qidirayotgan bo'lsanglar, Golden Rose ga juda ham yaxshi. Men buni sirazu yuzimga surmayman. Boshida mana qo'limga surib, mana keyin qo'limdan mana bunaqa kistichka bilan yuzimga sursam, dog' tushirib qo'ymayman. Tarqatishim osonroq bo'ladi. Qizlar qaranglar, mana bunaqasiga surasizlar-da, keyin mundoq tepaga chiqib ketasizlar. Pastga surib qo'ysanglar, yuzinglar pastroq ko'rinadi. Qovog'imizga ham surib olamiz. Ko'rdinglar, dog' bo'lib qolmadi, chiroyli akkuratni bo'lib surildi. Mana cheti bilan olib, bo'lib ingichkaroq surilishiga ozgina mana bu konturimizni ham выделить qilib olsak bo'ladi. Labimizga kim xolasa peshonasiga ham surib olsa bo'ladi. Bosib prixlopovый движение bilan yuzimizga jon kirdi, shakllandi. Buni aslida eng boshida qilishim kerak edi, lekin men hozir qilyapman. Mana qosh uchun mana bunaqa gel, shunaqa shotochkasi bilan ichida bir dunyo ekan, anchaga yetadi. Ochib yuboraman. Slishkam izog'nut ekan, mana bunaqa bo'lgani menga qulay. Gelidan olamiz. Ortiqchasini qo'limga qilardim. Boshida hammasini tarab chiqish kerak. Yaxshiga o'xshyapti qizlar. Kun davomida qanaqa turar ekan. Lifting bo'lib qoldi-yu. Zo'r ekan-ku qizlar. Vau. Zo'r-ku, effekt laminирования бровей. Geli zo'r ekan qizlar.